Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi vlogimni 31 dekabr kuni olishni boshlagandim. Shunaqangi chiroyli kiyimlarimni kiyib, chiroyli makiyaj prichaskalarimni qilib, mehmondorchilikka boramiz. Bugun uyda mehmon kutmaymiz. O'zimiz birinchi oyimni uylariga, undan keyin oyijonning uylariga boramiz. Qizlarjonlar, endi hozir tezgina yangi yil uchun tayyorlagan sovg'alarimni ham sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, bu yerda oyim uchun qora sumka eslaringiz bo'lsa, Xitoydan ikkita bir xil sumka zakaz qilgandim. Bitta korичневый va bitta qora. Qorasini oyimga beraman. Oyimga juda ham yoqqandi. Menga ham zakaz qil deganlar, lekin ulgurmadim. Shuning uchun qorasini oyimga beraman va bir plitka Mersi shokolad. Bu yerda naborchik bu ovsinim uchun, bunisi qaynukam uchun, bunisi qaynotamlar uchun, bu yerda qaynukamning o'g'illari Amirbek uchun va bu yerda bitta bokal bilan bir plitka shokolad, bunisi oyijon uchun. Akamga sovg'a olganim yo'q, yo'ldan biror narsa olamiz. Nima olishga hayronman, hamma narsasi bor. Biror narsa o'ylab topamiz. Endi esa tabriklashga boramiz. Oyimnikiga borib keldik. Nimagadir video olish hech ham esimga kelmabdi. Mazza qilib o'tirdik, chaqchaqlashib, bolalar she'rlarini aytishib, podarkalarini olishdi. Undan keyin o'zimizga ham sovg'alarimizni berdilar, o'zimiz ham sovg'amizni berib, tabriklab, mazza qilib o'tirib keldik. Endi esa hozir somsa tayyorlayman. Undan keyin tartaletka bilan kanapelarni tayyorlab, oyijonning uylariga boramiz. Yo'lda kelayotganimizda yana tort ham oldik, cheesecake by Nasibadan va tayyorlayotgan somsalarni xamirini ham Abubakrning tug'ilgan kunida tort bilan birgalikda menga sovg'a qilib yuborgandilar. Juda ham mazali, juda ham ajoyib chiqdi somsalar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. O'shadan yana tort olgandik. Tortlari juda ham mazali edi, yangi yilga mos. Video davomida albatta uni ham ko'rsatib o'taman. Hozir somsalarni tayyorlab, narsalarni tayyorlab, undan keyin yo'lga chiqamiz. O'tgan videoda yangi yilda uyda mehmon kutmaymiz deb aytgandim. Sababi Abubakr ko'p kasal bo'ldi, undan keyin ikkita tug'ilgan kun bo'ldi. Juda ham charchaganman va yana uyda mehmon kutgim kelmayapti deb uydagilarga tushuntirgandim. Ular ham ko'p ovora bo'lmang deb uylariga taklif qilishdi, oyim ham, oyijon ham. Lekin oyijonning uylariga bo'sh qo'l bilan borgim kelmadi va ovsinim bilan kelishib, stollari uchun, yangi yil stollari uchun somsa tayyorlab, tort olib boraman deb aytgandim va mana shunaqangi kanape bilan tartaletka tayyorlab, yangi yil stollari uchun tayyorlab boraman deb va'da qilgandim. Uyda mehmon kutmagan bo'lsak ham baribir har ehtimolga qarshi ovqatlar, narsalar, salatlar tayyorlab qo'ygandim. Uylarni chiroyli servirovka qilib, stolning ustini chiroyli qilib taxlab qo'ygandim. Tartaletkalarimiz va kanapemiz tayyor. Bu esa bizlarni yangi yil tortimiz. Cheesecake by Nasibadan yana zakaz qildik. Bilasizlar, doim o'sha kishdan zakaz qilamiz. Juda ham mazali va juda ham chiroyli edi. Va oyijonning uylariga bordik. 3-4 soat ularida mehmon bo'lib, mazza qilib birgalikda vaqt o'tkazdik. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bolalar she'r aytishdi. Aniqroq faqatgina Shahrizoda she'r aytdi. Abubakr hali gapirishni bilmaydi. O'g'illarim esa Shohruh bilan Alisher uyalishdi she'r aytishga va Shahrizoda va Abubakr uchun shunaqangi hozir hamma joyda trend bo'lgan konfetka formasidagi podarkalar berishdi. Juda ham chiroyli. Bolalar juda ham xursand bo'lishdi. Shohruh bilan Alisherga ham podarka berishdi, she'r aytishmagan bo'lishsa ham. Xullas, mazza qilib oila davrasida hammamiz birgalikda o'tirib, juda ham yaxshi vaqt o'tkazdik. Bir-birimizga chiroyli tilaklar bildirib, yangi yilda. Undan keyin soat 10:30larda uyga qaytdik. Uyga qaytganimdan keyin chiroyli qilib yangi yil stolimizni tayyorlab chiqdim. 2 xil salat qilgandim, olivye va Shahrizodadan tug'ilgan kunda qilingan shampinyon va tovuqlik salat. Bu yerda tartaletkalarimiz, ovqat qilgandim, podsharka va hamma narsadan oz tayyorlab stolga tayyorlab qo'ydim. Hech kim hech narsa yemagan bo'lsa ham baribir yangi yil stolini tayyorlab, hammamiz birgalikda soat 12 bo'lishini kutdik.
va soat 12dan keyin bir-birimizni tabriklab, undan keyin yotib dam oldik. Bu esa 1-yanvar kuni bolalarning sovg'alari. Hozir hammani sovg'asi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bolangiz 4 bo'lsam yaxshi ekan, shuncha sovg'alik bo'ldik. Bu yerda mana bu ikkita korobkada, bittasi Abu Bakr uchun va bittasi Shahrizoda uchun turmush o'rtog'imning jo'ralari kelgandi. Yangi yil bilan tabriklashga va bolalar uchun shunaqa sovg'a olib kelishgandi. Bu 3 ta paket. Bu yerda yana bittasi bor. Buni oyim berdilar. Abu Bakrning sovg'asini tug'ilgan kunda olib kelgandilar. Bular esa Shahrizoda, Alisher va Shohruh uchun. Bu o'tgan videoda ko'rsatgandim. Abu Bakrning sovg'asi. Mana bu ikkalasi. Bu 4 ta paketda bizlar o'zimiz bolalar uchun tayyorlagan sovg'alarimiz. Mana bunisi Abu Bakrniki. Va mana bu yerdagi yana ikkita sovg'a Shohruh bilan Alisherniki va mana bu ikkitasi esa Shohruh, Abu Bakr va Shahrizodaniki. Bunisi Shahrizodaniki, bunisi esa mushukchaligi Abu Bakr uchun. Buni ham ichida shunaqangi kasha, pechenye va Abu Bakr yeydigan narsalar, barni va mana shunaqangi chiroyligina mushukcha. Hozir batareyka qo'yib, keyin Abu Bakrga beramiz o'ynash uchun. Mushuklarni yaxshi ko'radi Abu Bakr. Endi esa bolalar eng yaxshi ko'radigan moment bu albatta disk podarkalarni, sladki podarkalarni razbor qilish. O'zim ham yoshligimda shunaqangi shokoladlarni ajratib, pechenyelardan ajratib qo'yishni juda ham yaxshi ko'rardim. Bu safar menga Shahrizoda yordam beryapti. Shohruh bilan Alisher esa Abu Bakr bilan o'ynab o'tirishibdi. Agar hozir Abu Bakrni bu yerga yordamga chaqirsak, hamma narsamizni chalkashtirib yuboradi. Shuning uchun Shahrizoda bilan ikkalamiz bu ishni qilishga qaror qildik. Bizda esa shuncha shirinliklar, napitkalar, pechenye, vafli, keks, xullas shunaqa narsalar hammasini hozir kattaroq korobkaga solib, shu yerda qoldiraman. Bolalar maza qilib televizor tomosha qilib, kanikulda yotib maza qilib yeyishadi. Bu esa divanimizning katta bo'lgan holati. Shu yerda yotib televizor ko'rib dam olishadi. Endi esa sizlarga o'zimni sovg'alarimni ko'rsataman. Shunaqangi chiroyli sochiqcha naborni menga oyim sovg'a qildilar. Yonida bir korobka shokolad bilan. Bilasizlar, kuxnyamni juda ham yaxshi ko'raman va oshxonam uchun sovg'a qilingan va olingan har bir narsa men uchun juda ham qadrli. Xudo xohlasa bahorda buni ham hali ishlatamiz. Birgalikda vloglarimni ko'rishda davom etsalaringiz, albatta bularni ham ishlatib sizlarga ko'rsatib o'taman. Va shunaqangi chiroyli imennoy bokalni akam sovg'a qilibdi menga. Shunaqangi chiroyli rasmimiz bilan, faqatgina turmush o'rtog'im yo'qlar, oilaviy rasmimizni topa olmagan. Telegramda glavnimda shu rasm turibdi. Shunaqangi chiroyli bokal bu akamdan sovg'a. Va mana shunaqangi uxodli naborlar. Buni menga Xabarovskdan turib bitta podpishchikimiz yuborganlar. Juda ham xursand bo'ldim. Shuncha uzoqlikda bo'lsalar ham shunaqangi chiroyli narsalarni yuborganlari uchun. Buni hali ochganim yo'q qizlarjonlar. Xudo xohlasa keyingi vlogda hammasini birgalikda raspakovka qilib bitta sizlarga hammasini ko'rsatib o'taman. Qaysi narsa nima uchun ekanligini va qayerdan qanaqa qilib bu narsalarni zakaz qilishlaringiz mumkinligini albatta keyingi vlogda ko'rsatib o'taman qizlarjonlar. Va meni eng yaxshi ko'rgan blogerim Dilfuza opadan menga shunaqangi ajoyib kapuchinator. Juda ham xursand bo'ldim. Menga shunaqangi ajoyib kompliment qilib, ajoyib sovg'a yuborganliklari uchun. Bilasizlar, yana aytib o'taman, kuxnyam uchun sovg'a qilingan har bir narsa men uchun juda ham qadrli. Menga Valbersdan shunaqangi narsa yuborganlar, juda ham xursand bo'ldim. Katta rahmat. Hozir esa bitta chiroyli kofe qilib, mazali kofe qilib birgalikda videomni davom ettiramiz. Raspakovka qilishni yoqtirmaydigan ayollar bo'lmasa kerak. Ayniqsa bu narsa sovg'a bo'lsa, kutilmagan sovg'a bo'lsa, hozir sizlar bilan birgalikda kapuchinatorni ishlatib maza qilib kofe ichamiz. Albatta ishlatishdan oldin yaxshilab suxoy salfetkada artib chiqaman. Chunki elektriskiy priborlarni ishlatishdan oldin suvga iloji boricha tekizmaslik kerak. Qizlarjonlar, buni ko'pirishni qaranglar, qanaqa ajoyib, juda ham quyuq penka bo'ldi. Albatta
marta kapuchinoni stiklani bokalda ko'rsatganimda yana ham yaxshiroq va estetikniroq video chiqardi, lekin shunaqangi yangi yil sovg'amda bokalimda ichkim keldi kapuchinoni. Kapuchino bilan birgalikda San Sebastian juda ham yaxshi ketadi qizlarjonlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Va magazinga konditerskidan pirojni olayotganimda, kassa yonida turganimda podpисчикimiz kelib men bilan so'rashib ketdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Juda ham приятно bo'ldi. Endi esa maza qilib yaxshi ko'rgan blogerimni yangi videolarini tomosha qilamiz. Sizlarga esa videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. O'zingizni asrang.